Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan O'zbekamir bo'lmoqda. Bugungi videoda Prism Live'dan qanday qilib stream qilishni o'rgataman. Yangi YouTuberlar uchun bilmaganlar uchun. Videoni boshlashimizdan oldin obuna va like'larni bosib qo'ying. Bosgan bo'lsangiz, unda boshladik. Xo'sh, App Store kirib olamiz. Menga iPhone bo'lganligi uchun App Store, Androidlarga Play Market. Kirgandan keyin Prism Live deb yozamiz. Mana bu ilova chiqib keladi. Bu menga yuklangan. O'shanga Open'ni bosamiz. Bosganimizdan keyin akkaunt kiritamiz. Google yoki Facebookmi? Xo'sh, men hozir Google kiritaman. Men kiritib ham oldim. Endi esa mana kamera, ekran YouTube deb turibdi, qarochi. Xo'sh, biz ekranga o'tamiz. Ekranga o'tgandan keyin bu ekranni talashtiradi, keyin men streamini qiladi. Qarochi kirganimizdan keyin mana bu 9 va 16 qilib qo'yishimiz kerak. Short stream bo'ladi. Keyin esa endi YouTube kanalni o'rnaymiz. Mana Ready'ni bosamiz. YouTube kanalni bosib YouTube akkaunt ochilgan kanalni o'shani kiritasizlar, qarochi. Men kiritib ham oldim. Xo'sh, bularga kelsak, telefoningiz kuchli bo'lsa 1080 ga qo'yamiz. Xo'sh, buni esa 60 fps kuchli bo'lsa telefoningiz. Agar kuchsiz bo'lsa 720 qilib 30 fps ga qo'yib qo'yasiz. Bu ana bu kechikishi, stream kechikishi. Xo'sh, bularni qildik. Bu yerga nom kiritamiz. Endi test deb qo'yamiz. Xo'sh, bu yerga rasm qo'yasizlar. Mana bu joyga, rasm joyiga. Bu yerga esa jarina saqlanib bosasizlar. Endi saqlanib bosamiz. Bosganimizdan keyin Google Live deb bosamiz. Shunda stream yonadi, qarochi. Google Live menda hozir video o'tgan uchun bo'lyapti. Shuni bosgandan keyin jonli efir bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lish sizdan chiqasin.